أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى والنفل يجوز بنية من النهار nefl roza gündüzü niyet kısmı doğru buldu. Bugün gündüzüne biz bekitke vaktimizde gün tikleşten sal burun. Mesela 12 tikleşido desek 11:20 kadar niyet kılması buldu dedik. Li hadisi Aişe radıyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح دخل على نسائه وقال هل عندكن شيء فإن قلنا لا قال إني إذا لصائم Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem taң etip bolganda bomdatdan keyin ya çeşke vaqtidan keyin naşt kıldığan çağlar bolganda ayollarning qishiga kirib so'raydi. Naştlik qilgan bir narsa bormi, yeydigan bir narsa bormi deb. Yo'q deb qolsa, bundaqda men ro'zatdam, men ro'zdar deydi. Albatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki uyda neçkillab o'ti qilmaydigan ahvollar bo'libdi. Ba'zi kunlarda masalan go'sht yeydigan Rasulullahning go'shtini masalan qo'l tag'ib go'sht amroq qilganning bog'i valla. Shunday keng azochilik bo'lgan chog'im bo'lsa-mu, lekin ko'pincha ahvolda shunda qattiqchilik o'tgan. Bu hadisni Hanefi mazhab ulamolari nafl ro'za bo'lib qolsa, kunduzda niyat qilsin bo'ldi, kechida niyat qilish kerak emas degan qarashiga dalil qildi. Bu hadis, Muslimniki. Bu masalada boshqa ulamolar boshqa qaragan. Imom Malik qanday ro'za bo'lib qolsa, nafl ro'za bo'lsa-mu, kechida niyat qilish lozim. Yani bandat vaqti bo'yicha niyat qilish lozim deb qaragan. Hanefi mazhabining mush qarashi İmam Shafi'ning bir qarashi shu. İmam Shafi bir qarashida nafl bo'lib qolsa kunduzi niyat qilish bo'ldi. Lekin farz bo'lib qolsa kechasi niyat qilish lozim degan. Yana bir qarashida kunduzdan qanday vaqt bo'lib qolsa nafl ro'zaga niyat qilish bo'ldi. Masalan, asrdan keyin bo'lsa-mu, peshindan keyin bo'lsa-mu, Hanbali mazhabmi mush qarashda. Bu xuddi masalan yarım saat qolgancha qadar aç qolgan bo'lsa, bugun hamma aç qolganligim bir niyat qilib tayyor desa bo'lgandek. Yo'q, u tomoq yegan bo'lsa, tomoq yemaga ahvolda deymiz. Tomoq yegan bo'lsa bu ketdi. Mush qarash muvofiq. Chunki nafl degan mabni ala tavassu. Farz degan salchiqroq. Bo'g'achda naflda keng tasha deb qaraymiz. Qala va yajuzu sawm Ramazon bi niyyati wajibin akhara. Ramazon ro'zasini tutgan chaqda muqim va sog'lom kishi uchun, ya'ni Ramazon ro'zasi shu odamga cho'qim farz deyilgan kishi. Ammo musofir bo'lib qolsa ya kesal bo'lib qolsa cho'qim farz demaydi. Lekin cho'qim farz degan kishi bo'lib qolsa, bu kishi Ramazon ro'zasi deb niyat qilmay, men o'tgan yilning Ramazonning qazosini niyat qilib olay ya deb, ko'nisini bir gardindan saqit qilay. Ma yanasi yanaraq tura uni. Deb menda niyat qilib qolsa, joiz bo'ladi deydi. Masalan, qazo ro'zasini niyat qildi Ramazon kuni. Lekin bu burungi bir Ramazonning qazosini niyat qildi. Yoki gardinda kaffarat yoki kaffaratni qilib olay deb niyat qildi. Yoki nazr yoki nazrga niyat qilib oldi. Lima marra fi mutlaqin niyyati. Yuqorda mutlaq niyat, ya'ni shu niyat degan narsa bo'lsa, Alloh taologa yaqinlashish degan bunda bir qasdul qurba bo'lib qolsa yetarli degan. Mishadimi boshqa vojibni niyat qilgan taqdirdami Alloh uchun ro'za tutish degan bir niyat bor. Yani aşı yeterlik. Bunda olurken asli ro'za degan aşı yemek turishni biz hesap qilamiz. Bunun o'zi sifatli olgan
falan kaza rozuğa, tutan kaparat rozu deyin gepini nölgüten kılıtıp, onu bekar kılıp, vasfını bekar kılıttık, aslı aynen kaldı demiş. Ve bi niyetin nafl. Nafl niyeti ulanma dürüst buludu. Yani Ramazan'da düşemi kaygan bolsa, ben düşemi günü roz tutuş sünnet ya fazilet degenin boyunca düşemi rozunu tutulay. Nafl roz da niyet tutmasımı, şu Ramazan rozusu isap bulup gidiyor. Şoğlan şu kaza diyen rozu isap bulmay, şu bugünkü Ramazan isap bulup gidiyor. Bu kaza yanılan tutulmay kaldı. Onun için kazasını kılışı lazım. Kazada şu Ramazan'ın başka vakti olur mu? Ya Ramazan'dan başlayacak. Nefli niyeti de kalsa bu mutlakın niyetin takı bu kuştirak. Ama çünkü bunda niyetin yani artırarak bir nasip var. Bu Ramazan rozı hesap bulup gidiyor. قال وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل. Yukarıda biz gündüzde mi niyet kesi boludu diyen rozlardan başka rozlarının hemmisi kimse niyet kılması bulmaydı. لأن الوقت يصلح له ولغيره. Çünkü bu roz tutmakçı olan vakit şu rozğumu münasip kıldıgan başka rozğumu münasip kıldıgan bir çağ. فيحتاج إلى التعيين. Ondan için şunu bekitişke ve tabiitti. Keçide niyet kılıp karar kılışka muhtaç. Kat'an lil muzahime. Başka rozlar isap bulup kılış ihtimalliğini üzüp taşlaş için. Yukarıda düşki yakınlığa kadar niyet kılıvası buldu diğer roza Ramazan'ın farzı rozusu ve muayyen kıygan nezirimiz. Falanı küne nezir kıldım, rozusu nezir kıldım diyendek müşrikini özgü ağam. Ama bunun başka kefaretinin, kazanın ve mutlak nezirinin ki kitse niyetimiz bulmaydı demek. Yani bazı son savmul kefarat, vel qada, vel nuzur. Çünkü bu Ramazan'dan başka kınlama bu. Ramazan'dan başçağılda sen birsin kefarat vaken, kaza vaken, nezir vaken, ondan başkasın yomul sen ve hamis ya selasta eyyamı beyt tutulgan aşna işler olup kalsa halanı da bekitiş için çokum keçidin bekit etmese bu bununla hemmege roz tutuşga yaraydigan bir vaqt bo'lg'achqa keçidin tatib qarar qilsa deykenmiz. قال والمريض والمسافر في رمضان إن واجبا آخر وقع عنه. Kesel kişi ve sefer üstüdeki kişi. Bulağı adet Ramazan'da roz tutmasan mı, kim tutuvarsan buldu da bir ruhsat kılınğanlar. Yani çokum roz tutsan deyin gep yok. Şuna bula Ramazan içinde başka bir vacibine niyet kılıvarsa niyet kıygan vacip hesap buldu. Mesela bunda turup ben keser Ramazan'da müşkillerden roz tutuşum vacip emas. Ben azatçılık var. Da turup ben burun tutanmağan kaza rozlarımda olsun birdim yengilletkeş bir ay ölüp gitip barsam geldim tam sonunda burunka kaza rozlarını ya kafarat nuzurlarını niyet kılıvarsa hesap buldu der şu. Ramazan'ın ki azada ruhsat kılgandıkken meyle eder kançılık veremez dedi. Yani şu nime niyet kılgan bolsa şu rozu hesap buldu. Veciben ahar mesela burun Ramazan'ın bir kazası ya ki kafarat ya ki nezir ve illa vaka'a an Ramazan niyet kılmay kasa demek için bir vacibni niyet kılmay lekin rozu tuttu mutlak niyet demiz bu vacib niyet kılmay yani burunki kaza ya kafarat ya nezirde bir vacibni niyet kılmay Ramazan'da rozu tutaydı bilan bir tutkan bolsa bu çağda şu Ramazan'a hesap kılıp gidiyor. Biz yukarıda dedik ki fi mutlakın niyet ve bir niyetin nefildir. Buna niyetle bekitmişse Ramazan'a hesap kılıp gidiyor. Vakale diyenlikillah yukarıda karaş imamının karışıkellikini bilmez.
Elbette ve illa vaka'an Ramazan digine mutlaqın niye bilen Ramazan hesaplap digine melen karşı onda ıtlap yok. Lekin vacip ahirine niyet kılsa niyet kılığını buldu diyen karaş kimonun karşı. Sahiben dedi yaqa'u an Ramazana fihima digine fi halati ma neva vaciben ahir ev lem yenvi müşkalette. Şuna ve illa vakan Ramazan diyen mahalle ittifakıdır. Hadir ihtilaf olduğunu aşk eylem Ramazan'da başka bir vacip niyetli varsa Ramazan'da hesaplayıp Xuddi mutlaq niyet kılgandak. لأن الرخصة لاحتمال تضرره وعزه. Çünkü biz misafir olan maridga kemçilik kılgınımızda, ruhsat bergenimizde bu tutanmayı hizmet kılamı ya kesil eriliş gitamı dep ruhsat kılgandım. فإذا صام انتفى ذلك. Ruhsat tutkan diken, ziyanga uçurmaydı kensiz, işleydi kensiz değmez. Ziyan uçuraş ve kişilikleri isteyen mezmun yo'qolib ketgan bo'ldi. Undan bu kimga o'xshab qoldi? As-sahih al-muqimga o'xshab qoldi. Fasara kas-sahih al-muqim wa lahu imamning dalili anna ash-shari'a rakhasa lahu liyusrifahu ila ma huwa al-ahammu 'indahu min as-sawm wal-fitr. Şeriat aş özürlük kişilerge ruhsat qildi. Nima uchun desa Eğizde çişler uzatışlarda qaysi muhim deb qarasa shuni qilib olsin deb ruxsat qilgan. Fasara ka sha'bana fi haqqi g'ayri. Davonkin shu Ramazon ash kesallar musafir kishiga xuddi boshqa normal kishilarning haqqida Sha'ban oydek bilan bo'ldi deydi. Sha'ban oydimi xolisa ro'zatni xolisa tutmaydi. Şunu o'xshash. Ramazon oyidimi bularga ixtiyorlik berilgan. Xolsang tut, xolsang tutma degandek. Falamma nava vajiban akhara, bu kishi boshqa bir vojibni niyat qilgandan keyin Ramazonda alimna annahu al-ahammu 'indahu. Biz ash kishi uchun shu niyat qilgan vojib o'zi eng muhim ekan deb bildik. Fayaqa'u anhu. Shundan shu hisob qilib berdi debdi Imom Abu Hanifa. Vakila, endi ulama aldım bazılar depan hükümet bu arz qarash. Yak İmam Abu Hanifa başqacha qaraydi. Unda qaramaydi. Nimda qaraydi olsa, İmam Abu Hanifa'ning to'g'ri qarashi al-asah 'inda Abi Hanifata anna al-marida idha nawa wajiban akhara yaqa'u 'an Ramadan. Abu Hanifa'ning qarashi mo kesalga nisbatan sahibanniki o'xshashdi deb turibdi ba'zi ulamalar. Yani kesel kişi Ramazan'da başka bir vacip niyetliyse Ramazan hesabına gidiyor. لأن إباحة الفطر للعجز. Çünkü egzassan meyle, rozutsan meyle de ruhsat kılış bu kişi aciz boğullıktır. فإذا قدر فهو كالصحيح. Lakin bu rozut alğan ki başka vacip niyetli rozutluğu rozut alğan boğullukken bu sağlamadan da kılıp kaldı. Ondan bunun rozutu Ramazan hesap, siz sahkensiz Ramazan rozutu hesap kılınız değil. Çünkü keselinin bu küçükkin adli keselin ba, ağır keselin ba. Mesela zükamlık bağlamı kesel değiliz. Ya beş ağır bağlamı kesel değiliz. Kolubici ağır kasımlı ağır kapı değiliz. Bunun dereceleri bakıyor. Bu rozutu alırken derecede saklı olan iken tutar Ramazan rozutunu değmez. Bihilaf-ı musafir. Musafir yapındağımız İmam Abu Hanifa keselge nisbatan sahiban olan o'xshash qarashi musafirga nisbatan kamchilik bor demakchi. Lekin bu ajiz qarash. Val avval rivoyat al-Karxi dastlabki Imom Abu Hanifaning qarashi ma kitobdan mazhabga vakillik qildi deb muxtorda qolgan qarash Imom Karxi rivoyat qilgan qarash. Ya'ni kesel kishi boshqa bir vojibni niyat qilib qolsa, shu niyat qilgan vojib hisob bo'ldi degan qarash. وعن أبي حنيفة في النفل روايتان. أما جقرقسي واجب من يتقل واسا ديان مسجد. ما ikinci mesele aşı kişiler Ramazan'da nefle rozunu niyet kılsa hükmü kanda buldu diyen meselede İmam Ebu Hanife'den şıkkılı rivayet geldi. Hemen kâle bir rivayette bu El-Hasan ibn Ziyad'ın rivayeti, meşhur rivayetlerden yaqa'u an Ramazana.
Nafla ro'za tutsa Ramazonda, Ramazonga hisob qilib ketadi degan qarash. فَلِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْهُ فِي الْأَهَمِ Sebebi nima shu Ramazon hisob qildi desa, chunki bu biz o'ziga nisbatan muhimroq bir Ramazon ro'zasidan muhimroq bir zarur qilmoqchi bo'lgan ibodat bo'lib qolsa, qilyapsizda kamchilik bersak, bu Ramazon ro'zasidan zarurga ishlatmay, undan to'g'riroq bir nafliga ishlatgan bo'lg'achqa, biz uni Ramazon hisob qilyapmiz. لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الْعُهْدَةِ أَهَمُّ مِنَ النَّفْلِ Chunki farzni gadindan saqit qilish nafla ro'za tutishdan muhimroq. Al-xuruj anil uhda yani farzning mas'uliyatidan qutulish, gadindan saqit qilish. Bi xilafi vajibin akhara amma boshqa bir vojib niyat qilgan bo'lsa, bunga o'xshamaydi. Fa inna kulla wahid minhuma xurujun anil uhda. Chunki boshqa bir vojibni niyat qilib tutgan taqdirda bu bir zurul vacib farzni gadindan saqit qilay deb buni hisob qildi. Lekin qarasak, nafliga ishlatdi buni. Bu Hasan ibn Ziyadning Imom Abu Hanifadan qilgan bir rivoyat. Yana bir rivoyatda "Man qala" bu Imom Ibn Sama'a Abu Yusuf orqali Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat qilgan. Yaqa'u naflan. Nafla niyat qilgan bo'lsa Ramazonda nafla ro'za hisob qiladi degan qarash. فَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخَيَّرًا Çünkü o kişi ihtiyarlık verilgenden keyin فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى مَا شَاءَ Biz onun ihtiyarlık bağlı. Kalsınız ro'za tutum, Ramazon ro'zasini kalsınız tutmağındır. Bunda ihtiyarlık vergenden bu kalsa ro'za tutudu, Ramazon ro'zasini. Kalsa tutmaydı. Kalsa nafla ro'za tutudu. Biz onu tutmaymayız. Bu şu İmam Abu Yusuf rivoyat qilgan ikinci qarash sahira qarash. Yani İmam Quduri bu şu ikinci qarashni al-asah deb bağlagan. Yani bu Ramazon ro'zasi aslında vacib emas ama ularnikin ig'iz etishga ruxsat bor deganlar. Şu bu xuddi Ramazonning sirtidagi ahvolga o'xshash. Şu meselede nafliga niyat qilsa Ramazonda bu qanday bo'ldi degan masalada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining ham qarshini keldi ama sahibaning qarshini kelmadi. Sahiban Ramazon hisob qilib ketdi deb qaraydi. Kitobdagi birinchi qarash bo'yicha. İmam Shafi'i Ramazonga hisob qilmaydi, chunki Ramazonni niyat qilmagan. Nafliga hisob qilmaydi, chunki bu Ramazonda nafl tutmanda nafliga niyat qildi. Bu irziçetken kişilik, yani ro'zasi hisoblanmas. Qala wa waqtu as-sawm min tulu' al-fajr ath-thani ila ghurub ash-shams. Ro'za tutadigan vaqt fajr sodiq tong atgandan keyin, subh sodiq tong atgandan keyin kun patqanga qadar mushu aralıqda ro'za tutamiz. Liqawlihi ta'ala wa kulu washrabu Şu ayette وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Muş ayet. Kâle Ebu Ubeyde lügat alimlerden el-khaytul ebyadu es-subh sadık. Aqjib degan bu haqiqiy tanatkan çağındayız. Çünkü bu çağda ufukta ufuk deganimiz kun chiqish tarafga zimin bilan osmon tutashgan aralık. Şu yerda to'g'risi shunda bir jipdek, bir og'amchidek oqlik paydo bo'ldi. Lekin subh kazib qilib qolsa, bu jip to'g'risi emas, buni uzun bir tayoqni qo'yib qo'ygani bunda ko'rindi. Shu subh kazib bo'lgandan keyin u yo'liq bir yo'qolib ketib, ondan 15 minutdan keyin ondan to'g'risiga subh sodiq keldi. Aralıqda 20 minut o'tishi mumkin. Ondan subh sodiq paydo bo'ldi. الفجر الثاني degan shu. أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. Aş ayette Allah Teala tong atqanga qadar yer ichishga ruxsat qilgan.
feyahrumu indahu. Ondan keyin yep içiş aş fajr sadık boğan çağda andın çekilişki başlaydı. Ro'zaning başlanish nuqtasi shu demak. Lekin Uyg'urda masalan zo'riqni burun niyat soat 2 bilan niyat 4da masalan taqilgan bo'lsa-mu, 2 deb qilib duo qilayotgan bo'lsa, men niyat qilayotgan deb araliqda keyin nimaydi qashar. Esi bular chunki kecha ro'za tutgan vaqt emas. Ya'ni kechada bir kunni sayin degil bo'lamdi. Niyat qilayotgan bo'lsa-mu, shu ro'za tutish boshlanish nuqtasi qadar subh sadiq qadar yetsa bo'ladi. Wa amma akhiruhu ruzqan chaqning oxirgi nuqtasi فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل. Mushahidis keyingi nuqtasini belgilaydi deydi. Kecha matrabdan shunda kelsa, kunduz matrabdan kelsa, ro'zlarning ro'zasi tamom bo'lib, ishtaaqda vaqt kirgan bo'ladi. Yesin, yemisin. Yani bir narsa yesin, bu ro'zasi tamomlangan bo'ldi. Chunki kecha ro'zasiga vaqt emas. Ham diqqat qilsanglar, ro'zningki boshlanish nuqtasi uchun oyatdan dalil keldi. Tamomlangan vaqt uchun hadisdan dalil keldi. Aslida shu oyatda tamomlash nuqtasi bor. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Kun patgan qadar ro'zani davomlashtiringlar deb aniq muallif balki oyatdan uni dalil yo'q deb o'ylab qoldimi hadisdan dalil. Hadismi dalil bo'lardi, mayli. Unda o'nken kecha ig'iz etishga xos vaqt. Kunduz ro'za tutishga xos vaqt. Kechada birisi ro'za tutolgan desa misbaka. Qala wa huwa al-imsaku 'an al-akli wash-shurbi wal-jima'. Biron kitobninki bir yetersizligi, bir masalaga munosib nurg'un ahkamni bayon qilib qo'ygandan keyin ondan bu ro'za nimadan iborat, keyin uni ta'rif bunda bor. Aslida ro'za deganni as-sawm degan chog'da ashada ta'rif shar'iyda bunda bayon qilishadi. Bunda bir sifatun maxsusa va shurutun maxsusa deb texmo muaqqat bir narsani deb qo'yib, keyin unda yana ta'rif qiladi. Muftirat salas deb sifatlab qo'yibman, shu gap. Yani as-sawm nimadan iborat? Al-imsak 'an al-akli wash-shurbi wal-jima'. Buni al-muftirat salas deymiz. Bu albatta ro'zda bu sawmul avam. Ulamalar endi ayiradi sawmul avam. Buni sawmul xawas va sawmul xasil xas. Hozir biz avam masala turaylik. 3 turlik ro'zni buziladigan narsadan saqlanish. Ma'niyati niyat bilan saqlanish bi shart at-taharati 'an al-hayd va nifas. Hayd va nifasdan pak bo'lish sharti bilan لما تقدم أن الصوم هو الإمساك لغة. Yuqorida o'tib ketdi. Sawm degan lug'atda tutish, jim turish, harakat qilmaslikdek ma'noni bildirdi. Zidna alayhi niyya. Biz niyatni bunga qattiq. Ma'an niyyada. Liyaqa qurbatan ala ma qaddamnahu. Biz yuqorida innamal a'malu binniyat degandek hadisga asosan niyat ibodat uchun shart deb bayon qilgan. Shunga bu yerda imsakninki ibodat bo'lishi uchun biz niyatni qilib qo'ydik. Va taharata zidna alayhi tahara deb qo'yiladi. Shunama zidna alayhi niyya va zidna alayhi tahara min al-hayd va nifas. Nima uchun hayd va nifasdan pak bo'lishi lozim deb qilib qo'ydik. Yoki va taharatu min al-hayd va nifas nima uchun desak liyatahaqqaqa al-ada'u fi haqq al-mar'a. Ayol kishining haqqida ro'zini to'g'ri ado qilish vujud kishi uchun va tamamuhu marra fil hayd. Bunun münasebetlik ahkamlar babda biz taklif ettik. Hayzlar ro'za tutsa bo'lmaydi. Nifaslar shuni hukmida. Hozir bazı Qur'onchilar ro'za tutsa bo'ldi degan qarashni o'tirish qilganlik uchun buni takliflash muhim bo'lib qoldi. Bo'lmasa bu sahoba-ikramning zamonida, Rasulullohning zamonida aniq masala. Va niyyatu
Yani niyet niyetinden ibaret en ya'leme bi kalbihi ennehu yasum. Bu sözümü azı tekrar. Burun bir kıtım da bulduk bunu. Bi kalbihi dedik. Bilisani degen gep yok. Vakat marra. Yani yukarıda biz kalbine niyet kıldık, yazıda niyet kılış gerek emez. Hatta soruluk deyişinin özümü niyetin bağlılığını bildirdi de bütektir. قال ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان وقت الغروب والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. Hazır bu hüküm Ramazan ayını köreş için çıkışını hükmü. Ramazan ayını köreşki çıkış Hanefi mezhepte vacib al-kifaya. Maksudun vacib dediğin ve yecibdir. Hanbeli mezhepte mustahab. Maliki ve Şafii mezhepte bu doğruluk bir gap yok. Manada karasan ama Hanefi mezhepten mamasında alayda mezhep kelike çıktı. Yani Şafii mezhepte, Maliki mezhepte bu ayrı çıkışının mustahab ya vacibinin tüzü gap yok. Kitabınızı sanın bak tapanmaçtır. Bu doğruluk toktanmalı. Hanbeli mezhepte mustahab da koyalım. Hanefi mezhepte lan vacib kifaya. Fi kaide ma la yetimmul vacibu illa bihi tabu vacib. Mustahab da koyalım. Hiç konusuma buldu günah kalmaydı. O bir boş tarafı. Hanbeli'ninki bu aynı küreş bilen Ramazan kirdiğan, Eid ayını kirdiğan, nurgun ahkamlamışının karıştı. Bunun size hadistimi sumu li ru'yati ve aftiru li ru'yati deb şu ayını küreşke bağlap koyuyor. Ha ayetimi yes'alunake anil ahilla kul hiye mevakitu linnas vel hac. Nama şu hilal belgileydi bunu. Yani ayet karga vaktimizde 29. günü maktabda vaktel gurub gün patkan çağda ya şunu desek durrak çıkar tayalık kılap dururuz. Gün patkan çağda gün petiş tarafga qaraymiz. Bazı devletninki coğrafilik o'rni qarab quyosh ketib bo'lgandan keyin andın bu ay shunda bir siziq bir kirpikdek bir narsa bunda ko'rindi. Belki bir minut yoki 2-3 minut turib ko'tab undan keyin yo'qolib ketadi. Unda ilgari ko'rolmasligi mumkin. Chunki quyoshning nuri kuchli bo'lgan ekan, buni to'sab qo'ydi. Kun petishdan burun ko'rangan, tushdan ilgari ko'rangan ko'rash hisob qilinmaydi. Shu kun patgandan keyingi ko'rash bu hisob. Shuni qaraydi. Qaragandan keyin kishilardan ko'rganli bo'lsa, bu qozining huzuriga kirib, "Men ko'rdim" deydi. Havo tutuq. Bo'lgan ahvolda "Men ko'rdim" deydi bo'ldi. Bir odam bo'lsa, misol havo uch kun bo'lib qolsa, yo'qim xiljiq odam kelib guvohlik bermasa, hisob qilmaydi. Qozi xonimmi "Men ko'rdim" deb qolsa, deb yo'lisini bunda qilmaydi. Qanday ko'rding? Qaysi taraf ko'rding? Oyning uchi qaysi tarafga ekan? Qancha minut ko'rding? Sen aqli uchun joyidimi? Tan salomatliging joyidimi? Kallasi ishib qolgan bo'lsa, qabul qilmaydi. Kurash iqtidori ojizidan bo'lsa, qabul qilmaydi. Uni yer shartlari bor. Bu mundalanda qo'yilish emas. Ondan qilgandan keyin ondan ay ko'rganlik ya ko'rganlik ayon bo'lgan. Qala fa in ra'awhu samu. Ayni kurash chiqdi. Ayni kurash chiqqandan keyin ayni ko'rgan bo'lsa, albatta bunun shartlari bor. Havo tutib bo'lsa, yo o'chib bo'lsa, qancha kishining ko'rgani hisob qildi deganda mazhabning shartlari bor. Yani umuman tabaysa ko'rdimi, ko'rdi. Ko'rgandan keyin ko'rganlik isbotlansa, ro'za tutishni boshlaydi. Wa in gumma alayhim havo tutqulab qilib, ko'rinmay qolsa, bulut qilib qolsa, akmaluhu 30 yawma. Atse yani bir kun ro'za tutib, 30 kunni to'liqlatdi, so'nglab 31-chi kuni Eid bo'ladi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30 يوما.
yoki boshqa rivoyatda fakmilu iddata sha'bana 30 deb kelgan. Shuni ko'rib ro'ztonglar. Shuni ko'rib g'izichanlar, ya'ni hilolni demakchi. Yangi tug'ilgan hilol oyini demakchi. Havo tutqulab qilib kiramay qolsanglar, Sha'ban oyini 30 kun to'liqlab o'tib, 31-kuni Eid qilinglar demakchi. Qarasanglar bu yerda ya astronom, ya munajjim, yoki bir idora bekitadi degan gap yo'q. Shu oyini kurashga bog'lab qo'ydi. Shu buningda 30 kun deb belgilab ekan, u degan gap bekarmiz. Oyga qarab shu bilan belgilaymiz. Yana ru'ya masalasida diqqat qilsanglar, kurash hozir normal insonning ko'zi bilan kurashga bog'lab qo'yildi. Bu balki ko'rgan chaqda, osmon qaragan chaqda oy chiqib qolgan biz ko'rmagan bo'lishi mumkin. Yoki bir kun burun chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shundadimi? Yo'q, sana shu ko'rgan bo'yicha ishtirsan dedi. Mesela oddiysi biz bamdaqni kun chiqqan qadar o'qisak bo'lsinami? Kun chiqayotgan chaqda o'qisak bo'lmaydi. Haram. Lekin biz kun chiqmadi degan chaqda aslida 8 minut burun kun chiqib qolgan bo'ldi chiqadigan joy. Lekin bizga ko'rinishi 8 minutdan keyin chiqib qolgan ko'rindi. Yani biz hozir kun chiqmadi deb namoz o'qiyotgan chaq, shu 8 minut ichida o'qigan bo'lsak, kun chiqayotgan chaqda o'qigan bo'lmaydi aslida. Lekin shariat nimani hisob qildi? Bizdan o'sha hozirgi ko'rishimizni hisob qilgan. Amaliyotda bu chiqib qolgan deb, shu u teleskopdan yo'g'onlarni akilib, bunda qarab buni qilish kerak emas. Chunki bu shariat dunyoviy her zaman her makonga yaraydigan qilib Alloh taolo bekitgan. Bu tarixdan buyon nayte xalq jamiyatning bo'lgan kishilarning unda uskuna nimalardan ilmiy taraqqiyot bo'lmagan yezning odamlari va sha'ning odamlari va bundan keyin har xil jamiyat va har xil saviyadagi odamlar bo'ldi. Buni shu hammalarning imkoniyati bo'lgan bir narsa bog'lab qo'ygan. Ma bir anda alaydilik. Şuna biz gerçi o gün bir gün uyan bulup ketken bo'lsa-mu, ko'rgan bo'yicha hisoblaymiz. Hem Allah Taala bizden şu bo'yicha hisob oladi. Qala va li anna ash-shahra kana thabitan. Yani bir tarafdan da dalil ash-shahr yani Şaban kana thabitan. Biz Şaban ayida deb Şaban ayini yaşab kelayotgan. Fala yazulu illa bidalil. Bundan ki bu Şaban ayidin keskin bir delil bo'lsa, ondan chiqmas. El-yaqin la yuzalu bish-shak. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ash-shahru hakaza, ash-shahru hakaza deb 29 mi 30 mi kiloda deb ishora qilgan. İlla bidalil Şaban ayidin chiqish uchun bir delil lozim. Ramazon kirdi deyish uchun. Ve huwa ru'ya bu bo'lsa Ramazon ayini kurash yoki av ikmalda kuramaydigan bo'lsa 30 kunni to'liqlashdi. Ve hakada al-hukmu fi kulli shahrin. Her ayda hukm shunda bo'ldi. Yani her ayning kirganligini biz Şabanning kirganligini qanday bilgan? Shu oy qarab bilgan. Yani Eid bo'ldiganlikni Ramazon tugasa Shavvolning kirishini shunda bilamiz. Ay shu oy qarash bilan kirdi. Yoki 30 kun to'liqlash bilan kirdi. Qala va in kana bis-samai illatun illatu ghaymin aw ghubarin. Yoki illatun daqlab ghaymun aw ghubarun desek bo'ldi. Mush illatninki izoati ghaymin aw ghubar degan. Osmonda bir illat bo'lib qolsa, bu illat ya bulut luqavat tutib bo'lishi mumkin yoki chang tuzan buxonat munda to'payib ketgan vaqtlar bo'lishi mumkin. Ev nahvima yoki shunga o'xshash ahvollar mimma yamna'u ru'ya. Bu narsalar, bu illatlar kurashni tuzab qo'ygan narsalar. Qubila shahadatul wahidil adl. Ravrus bir kishininki guvohligi qabul qilindi. Hozir kunni biz 2 xilga ayirdik. Havo ochiq, suzuk vaqt.
Asmanın süzük, avam uçuk, körülsek to'saq olduğan bir narsa yok. Bunun hükmünü bundan bayan qildi. Hozirda ayni havo tutib bulab qolgan ahvolda qanday qilamiz desa, bu ahvolda biror tuzuk bir odam bo'lsa, shu men ko'rdim desa, shuning so'zini qabul qilamiz deydi. Va shahada debdi, shahada deb qaramaydi arabiy mazhab. Yuqbal qawluhu deymiz. Shuning so'zini qabul qilamiz. Vel hurru vel abdu vel mer'atu fi zalika sawa. Qul olsun, bir adam olsun, ayol kishi olsun ya er kishi olsun, hammasi o'xshash. Ayol kishi olsun, birisi olsun. Ba'zi ahvollarda shunday qabul qilgan o'rinlar bor. Bir kishining o'zini qabul qiladi. Masalan, tug'utanisinikini qabul qilamiz bir kishining. Yani mesela bir kişi dedin ama Şafii mezhepte çok iki bo'lishi lazım. Amma al-wahidu falima taqaddama min hadith al-Arabi. Yani bir kişinin şahadetini kabul kılman dese bunun delili öteki hadiste bir Arabikiler men aynı köygen diyenlikin şunu kabul kılgan. Bu delilimiz zaten. Ve li'annehu emrun diniyun. Çünkü bu iş dini iş. Dini mesele üstüde bulavatır hazır. Aynen ispatlanışı. Emrin dini diyen işlerininki muamele, dava desturları emez bu. Dava desturu olsa guvaç etsek ya falanını oğulluk kıyganlı yaman üttayını köygen müttendir. İşki guvaç olmuş olmaydı deyip. Hazır bu dini mesele. Muamelet meselesi emez. Hukukul ibad emez bu. Feyukbalu kavlul vahidi kervayetil akhbar. Şuna bir kişininki sözünü kabul kılmaz. Şuna ya da yuqbalı kavlul vahid dedi. Şehadet ibaret sürüşü doğru emas yani. Çünkü bu şehadet emas. Yani bir mezhebin karşıda bu şehadet dairesi kirmaydı. Eğer şehadet dairesi kirip kalsa iki adam buluş lazım ya onun çık buluş lazım. Ayal kişi olsa ya bulmaydı ya kulu olsa bulmaydı. Guvalık vermen dediğin sözülen buluş gerek dediğin çık şartları o. Yani dava bulaş gerek dedik. Yani guvalık buluş için bir dava bulaş lazım. Birisi dava açkan olsa andın guvalık buluş keledi. Bakalım hava guvalık olmaydı. Şu ya da yuqbalı kavlu vahid deymiz. Müştevri gibi. Kervayetul akhbar. Mesela hadis rivayet kılgan çağda Resulullah'ın bir hadisini rivayet kılsa bir sahabe rivayet kılsın bulduk o. Mesela şimdi nemal amal bin niyetki aşedisi mu? Hazreti Ömer'le Eûz rivayet kılgan. Vel ihbaru an necasetul ma'i ve taharatihi. Mesela bir suyunu kürep biz kartalaydı da pakizmide uyamaydı da kanmaya kalsak bir adam kölüne boyut olan olsa bu su pakizmi da sorsak şu cevap verse şu yeterlikleri. Çünkü dini mesele. Ve la yushtaratu fi lafz şahade. Bunda guvalıktan ötümen guvalık vermen ki dediğin bunda lafızla şart emez. Aynı köyden disi buldu. Yok sen eşhedü enni ra'aytul hilale keda ve keda bunda nukılsın şart emez. Aslında bu guvalık emez zaten. Ve la yushtarat fihi en fi hilal Ramazan. Neyadın dikkatli sana Nebi Mezheb'na bunda cınış giri var. Bu şey Ramazan'ın hava tutkulap kalgan çağdaki küreş kişide guvalık şart emez. Lakin hava tutkulap kalsa guvalık dairesi kirdi o. Yani Şevval ayının ispatlanış için guvalık dairesi kirdi o. Ma bekcınış kıyamadı da bu. ولا يشترط فيه ديان في هلال رمضان إنجم أما هلال شوال ولا قاسو يشترط شو مثلا شوال ذو الحجة bu aylarının kirişide şehadet ibaresinden gol kırışı lazım. Ne için dese Şevval'ın kirişi, Zülhacce'nin kirişi bendilerin hukukuğa bakarak çetişlik. Hukuka ibad dairesi ötep gidip bu guvalık diyen dairesi ötep gidip Lakin Ramazan namazı bu bir dini bir işin boğaçta bu bendilerin hak hukuku münasebet boğaçtan bakarak dini meseleye münasebetlik. Ondan sonra bunu da Ramazan ayının kirişte ben köydüm deplam koysa buludu. Ve emmel adaletu feli'ennehu min akhbarid diyanat. Ama demişsin aşı bir kişi adil buluş gerek der şart buldu olsa. Çünkü bu diyanet ki münasebetlik fatuştaratu el-adale. Yani dini ahkamlarını biz aslında rastgele, takvadar, eğer paslamaz,
bunda kişilerden alıttık o. Şunu adalet şart. Yani adalet degen nima desa, bu insanda davamlı tapadar turuş ve edimgerçilikni yo'qotib qo'ymaslikqa kafolat qilgan bir sifat xudo. Bunun en tuvan şartı elbette farzlarni ado qilish, kabair gunohni tashlash va kichik gunohni israr qilmaslik deymiz. Ondan başqa da edimgerçilikka daxl yetkazadigan, edimgerçilikni zidlaydigan ishlardan saqlanish deymiz. Kesairil umur diniye. Başka kanda dini işlerde biz şu adaletini şart tuttuk. Ve tuqbalu şehadetul mahdudi fil qadfi. Asli bir Müslümanı zina bilan qarılgan ahvalda bu zinani isbotlay olsa, o qazib bo'lmay, jinoyat isbotlanib, qarshi taraf zinaxo'rlar o cezasını tatdı. Eğer ispatlanmay, tedguaçı to'liqlanmay qolsa, bu qarlıg'uchi bulab cezasını tatdı. 80 derece urulikte şunama. Lakin şu ayette feclidum 80 celdeten ve la takbalu lahum şehadeten ebeda dedi. Şunama. Başında qarlaş cinayet sadır qilgandikin bularning ikkinchi umr bo'yi guvohligini qabul qilmaslik qo'shimcha ma'naviy jazo deb qarasa, başında ahvalni sadır qilganlarning guvohligi hech qanday qilib qabul qilmaydi. Bu meselede Hanifi mazhab bu şehadet dairəsində bulmaqda başqalarını qarılgan cinayette cezalangan kişi olub qalsımı bunun sözünü qabul qılmaz demek. Guvohlik emas, sözünü qabul qılmaz. Ve tuqbalu qavlu demiş o. Ya maktabda şehadet de koydu. Şehadet emas bu. İza tabe mana tevbe qilsa لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا شهادة أبي بكر رضي الله عنه Ebu Bekir radıyallahu anhu bir qazf şehadet edilib cezalangan. Lekin mushunda hadis rivoyat qilishida Ebu Bekir radıyallahu anhu rivoyat qilishini qabul qilavermas. Nima? Ebu Bekir G'azvat Hunaynda Taifdan bir bakra, bir yosh to'giga minib Rasulullohning tashqariga tushib musulmon bo'lgan sahoba. Shu Ebu Bekir degani shu li'annahu nazala an Taif ala cemalin şabin. Şu sebepten Ebu Bekir deb atalgan. Kunya qilingan. Bu rukuda tug'an chog'da namozga kirib bilan rukuga olib tik minib set kirib olgan sahoba shu. La ta'ud dedi. Çünkü bu diyanet işi. Şunu şehadet Ebu Bekir dememiz. Rivayeti Ebu Bekir radıyallahu anhu deyiniz. Hadis rivayetimiz kabul kılımız var. Şunu demek ki veya şehadet emez. Ama şehadet olup kalsa bir mezhepte bu mahdud fi qazf şehadet kabul kılmak. قال وفي المستور الحال خلاف بين الأصحاب. Mestur الحال diyen bunun naçar edemdeki malum emez. Biz bilmeyiz ona. Mechhul hal demiş. Mesela hadis rivayet edilen çağda ravini isbetleyen çağda cerhat tadil ulemaları fulan mechhul deb qo'ygan. Onun ahvolini bilmaymiz. Belki adil bo'lishi mumkin, yoki kazzab bo'lishi mumkin, yoki fasq bo'lishi mumkin. Bununda imomlarimizning o'rtasida ixtilof bor. Al-ashab imomlarimiz o'rtasida ixtilof bor. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi masturul halni qabul qilmaydi. Chunki Müslüman. Müslümanning ahvolini biz yaxshi qarab, gumon qilmay, bu yaxshi taqvodor musulmondir deymiz. Bu İmam Abu Hanifa'dan kelgan bir rivoyat. İmam Abu Hanifa'ning zohir rivoyatida qabul qilmaymiz deb qaraydi. Hanifi mazhab ulamolari buni surishib baqmaymiz. Tekshirgandan keyin, surishgandan keyin buni adl ekanligi ma'lum bo'lsa, bo'ldi, qabul qildik. Fasqi ma'lum bo'lib qolsa, qabul qilmaymiz deyish mumkin. Qala va yuftaradu ala man ra'a al-hilala an yu'addi ash-shahadata idza lam tathbut dunahu. El-hilal şehr Ramazan ya. Ramazan ayini başında hava tutup günde ko'rgan kishi buni qazo xunumga ma'lum qilish kerak. Ve yu'addi shahadat bu shahadat emas, Hanifi mazhabda.
Yani ben köydüm deb ma'lum qilish lozim deymiz. Aslında ma'lum qilishi farz. İza lam tasbut dunahu. Yani aş kishi ma'lum qilmasa, boshqalar faqat ko'rgan ahvol bo'lib qolsa, ya ko'rgan isbotlanmaydigan bo'lib qolsa, aş birdan bir odam bo'lib qolsa, shuning gardinga fard ayn. Hatta yajibu alal muqaddarati. Hatta din keyin kelgan fe'li ba'zi marfu bo'ldi. Endi muqaddar qilmasa shunama marfu. Hatta yajibu alal muqaddarat. Bunda farz bo'lg'achqa shunga mushu ahvolni ma'lum qilish, uydan sirtga chiqmay o'tiradigan ro'pash ayolg'imi vojib farz. Muqaddara degan chimildaqda o'tiradigan, yani xuddan bir uydan sirtga chiqmaydigan emas, chimildaqning sirtiga uyga o'yilib chiqmaydigan ayol degandek. Faqat uydan chiqmay bunda o'tiradigan ayol kishi bo'lib qolsa-mu, yani ömürde çıkmagan desek, muş işkıza çıkışın lazım deyimiz. Muhaddar Hıdır. Ve yevme dekhaltul Hıdra, Hıdra uneyzetin. Ve illem ye'zen leha zavcuha. Yani iri ruhsat kılmışı mı, çıkmaysan da tutun kötü adıklar, çıkıp kazının kaldı da köygellikini bayan kılış lazım. Yani bu din işi yani, bununla şalqaraydı karşıma demek ki. Kale. فَاِنْ اَكْمَلُوا 30 yani 30 günne toluklasa dedi. Bu 30 gün toluklaş hazır nemge asasın buldu. Hava tutup çağda Ramazan'ın eyine bir adam köydüm diyen sözülen biz Ramazan kirdi der sana menep 30 günne tolukldu. Sagi utan sanamam çünkü bulmaydı. Ramazan eyi hava tutup olganlıktan bir adamның köydüm degan sözülen biz şunu hesap tutup Ramazanның birinci günü bikittik. Yani şunu bikitkenden keyin sana kelip 30 gün toluq qildik. 29 günü mü kiranmaptız 30 gün toluq qildik. Akmilu iddata Şaban 30 degende iddat Ramazan 30 toluq qildik. Ve lem yarav el-hilal. 30 gün toluqlagandan keyin ayni ko'mida bu ay qaysi ay? Şavval'ın ayı. Şavval'ın ayı mı? Bunda alırken 30 gün toluqlap bular. Hadiste ya ayını körep 29 olsun mu ay tüydü deysler ya ki 30 gün toluqlatıp ay tüydü deysler bilgen tuğu. Yani 30 gün toluqlap olsa yani 30 gün toluqlandı der. Ramazan çıkarttı, Şavval ayet kirdi demdi o. Mesela. قال محمد رحمه الله يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد. Aslında bu Ramazan'ın hilali, Ramadaniye diyen hilal Ramazan demek. Ramazan'ın ayı bir kişininki sözülen ispatlangan boğaçta. Bu ispatlandı der, ondan 30 gün buldu da tulup boğandıkken bizden kayıt boyunca aynı kömürge avalda 30 gün toluq ötsek şu bir ay tamam buldu degan qayda batdı. 31. güne yana ay tava buldu. Ben şunda da qaraymiz va 31. güne heyf qilamiz demekçi. Ve in kana la yathbutu bihi ibtida'an. Aslında hava uçuqlar hem şahit olsa o bir kişinin dualı bilan sözülen yeni ay kirgelik ispatlanmaydı o. Aslında onda ispatlanmaydigan bo'lsa-mu, lekin aşın ispatlandı deb qarasa, keyin andın uning ustiga 30'na qator tizgandan keyin 30 tamam bo'lsa, 31 kuni heyt desek bo'ldi deymiz. Aslında onda ispatlanmaydi. Lekin biz Ramazanni kirdi deb qarayotgandan keyin, undan keyin shu Ramazan kirgan hisobda bo'ladi. Normal jiqadan ko'rib isbotlanib chegandaklan bular 30 gün toluq qilsak 31 gün Şavval tava bo'ldi deymiz deydi. Bu bir qiyos kelir. Xuddi masalan miros masalasi. Binaen ala thubutun nasab bi qawlil qabila. Aslida bu miros qilish haqqi bormi yo'qmi degandek masala bir kishining so'zi bilan isbotlanmaydi. Falan miras bo'lmas desa unga ishki guvochi bunda bo'lmasa isbotlanmaydi.
Lekin nasabni isbotlashda biz tug'ut onasining so'ziga tayandik. Tug'ut onasi mush ayol tuqqan bola mushu deb tug'dirib bilan chiqib bolani ko'tarib ya falani xonim mushuni tug'di desa shu hisob bu. Ay nopus deb turgan shu tug'digan doktor ayolning shu xati bilan tug'ilish guvohnamasi bir tazi. Shu hisob bo'ldi. Hem bir yerde miras ispatlash degan gap emasmi bu? Lekin nasab ispatlash. Nasabni ispatlab bo'lgandan keyin bu falonning bolasi deb bir ayolning so'zi bilan falonning bolasi bo'lgandan keyin uning ota-onasi o'lib qolsa, shu bola bir ayolning so'zi bilan isbotlangan nasab bilan miras bo'ladi. Aslida nasabni isbotlash bir ayolning so'zi bilan isbotlangan. Miras aslida bir ayolning so'zi bilan isbotlanmaydi. Ammo nasabga ergishib uni so'rlab miras ola oladigan bo'ldi. Bundan nasab isbotlansa, mirasxo'rlikmi isbotlanadi. Yani biz ma'nosimizda Ramazonning oyi bir kishining so'zi bilan isbotlangandan keyin bunga ergishib 30 kun o'tsa Shavvolning oyi isbotlanadi deymiz. Bu shu Muhammadning qiyosi shunday iborat. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم لا يفطرون أخذا بالاحتياط. إمام أبو حنيفة حسن بن زياد في روايته 30 gün toşkan takdirde bula ıgızını içip etmeyi turdu. Yani Şavval'ın birinci güne de paraldığına 31. günü ıgız açmayı turdu der ihtiyaten. Ne için? Çünkü 30 gününü hesaplaş aslida nimaga asosan bo'lgan? Bir odamning so'zi bilan bo'lib qolgan. Bir odamning so'ziga asoslanib turib, biz 30 kunning birinchi kunini hisoblashga boshlagan. Shunga asosan 30 kun tamom bo'ldi. Yani mush Abu Hanifadan kelgan mush rivoyat Abu Yusufning qarashi. Undan Abu Hanifaning qarashi Ash-Shaykhanning qarashi deymiz. Lekin miyal farqi İmam Abu Hanifa Ramazonning iyi kirganligini bir odamning guvohligi emas, havo uch qilamiz, 2 odam yoki 100 odamning guvohligi bilan Ramazon kirdi degan bo'lsa, 30 kunni to'liqlagandan keyin 31-kuni ichish lozim edi. Lekin hozir manda ya ehtiyotdan izlashmay turmaymiz debdi. وقال محمد رحمه الله لا أتهم مسلما بتعجيل صوم يوم. Bir Müslümanı sen bir gün burun ro'za tutib olganda bunda bir qaramayman demek. Yani şu to'g'ri bo'lgan, shunday haqiqiy guvohlik bilan isbotlangan o'xshash deb qarayman demoqchi. Qala فإن رد القاضي شهادته صام. Ana şu hava tutuşlarda hiç kim kömekti. Birisi köyde. Köygenden keyin bu da zürür işleri olsun koyup şu bir farzken ma farz ayn olab gittimman ma'lum qilay deb qazaqimni oldiga berib men ayni köyge degan bo'lsa, qozi buni aniqlab qo'ydi. Sen qanday ko'rding, qanday vaqt ko'rding, ko'zning ko'rish quvvat qanchalik, aqli qandaroq, rasulmi o'ylganchimi hammada tekshirib qilgandan keyin ma'lum sabablar tufaylidan buning so'zini rad qildi. Qabul qilmabdi. yoki e'tibor qilmabdi. Inovatsiyaning gapi debdi. Shunday ahvolda Sama bu kishi qanday qildi? Ro'za tutdi ekan. Çünkü bu adam o'zi ko'rgan. Men ko'rdim dedilar, qazishindi buni. Bu o'zi ko'rgan bo'lgan ekan, so'muli ru'yati degan buyruq olg'achqa, buni ko'rib ro'za tuting degan ekan, bu ro'za tutdi. Fa in aftara qada li wujubul ada. Ko'rgan bo'lgan ekan, ro'za tutish kerak bo'lgan ekan, ro'zani tutib, ro'zani ado qilish vojib bo'lgan ekan, bu o'chaqda tutmasa qazosini qilish lozim. Wala kaffarat alayhi bimakan shubha. Lekin hamda bu ro'zni buzuvchi qasddan jimo bilan yoki o'zi tishidan buzib qolgan taqdirda kaffarat kelmaydi deymiz.
Aslında kilitli, kaparat kilitli. Lekin müşaheden nisbeten kaparat kelmaydi o. Nima uchun desa, çünkü bir şubha bor onda. Nima uchun shubha desa, buning rivoyati qabul qilinmagan. Yani so'zi e'tibor qilinmadi. Yani shariatda so'zi e'tibor qilinmadi deymiz. ولا يفطر آخر الشهر. Sonra bu ruztu bana göre cemaat kaçan Eid buldu degan çağda şu kişiler bilan birga ağız açıdı. Ya 30'unu toluqlagan yoki kişiler aynı köylükte başkalar tarafından ispatlanıp kalsa cemaat bilan birga ağız açıdı. وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ. Bu yuqorqi sözünü tekrarlagandek, o'zi chiqib qolsa, u o'zining ko'nglida savol kirib bo'ldi deb e'tiqod qilgan bo'lsa, xato bir ishni qilmagan bo'lsa, kaffarat kelmaydi deymiz. Qala wa in lam yakun bis-sama'i 'illatun. Endi havo uchiq bo'ldi. Havo uchiq emas, to'pib ketgan ahvol yo'q. Unda suzuk. Ayni ko'rashga to'salg'ilgan bir narsa yo'q. Bunda ahvol bo'lib qolsa, lam tuqbal illa shahadatu jam'in yaqa'ul ilmu bi khabarihi. Ya ikki degan gap yo'qda, ha? Bir turkum, bir to'p odam guvohlikda o'tash lozim. Yaqa'ul ilmu bi khabarihi. Ashularningki guvohlik bilan yangi oy ko'rilibdi deb ko'ngil xotirjam bo'lgan bo'lsa, ondan hisob qilindi. Yani şöyle dikkat etsenler, hazır bir mezhep karışıda ayın ayını, yani Ramazan ayı mı var? Yani bunda kilip Ramazan ayını körüş tutuk havada diyen meselenin ahırını bayan kılıtıp, hem de hava uçuk olsa da Ramazan ayının ayını körüşke kayıttı. Ramazan ayını köyde oldu. 29. sıra ayı körüşsek, nurgun adam Kazakınımga kelib biz guvohlikda o'tamiz. Ma'lum adam guvohlik degan masala. Guvohlikdan o'tamiz, guvohlik beramiz. Ayni ko'rdik deb guvohlikdan o'tdi. Hamsa yaqaul ilm digo, ilmdan maqsad yoda ilmul yaqin emas. G'olib zan. Ko'ngil xotirjam bo'ldik bir ahvol bo'lsa bo'ldi. Yani bu şeyde sanını belgelemedi mi? Bu mezhepte 2 yoki 50 de bunda belgelemedi. Şafii mezhebinde, Hanbali mezhebinde 2 kişi. Guvohlik tutash, isbotlash ishlari bandalarning huquqini 2 shahidai adlin bilan isbotlandi debdi. Muanifi mezhebdan o'xshamaydi g'ayri, uni san bekitmadi. Belki 2 kishi bilan qozining xotirjam bo'lib, 2 dan ko'rgan bo'lsa hisob deyish mumkin. Lekin ma'noda jihsan shart qilingan bir ahvol bor. Wa huwa mufawwadun ila ra'il imami min g'ayri taqdir. San belgilash yo'q uningda. Aşı imam, xalifatul muslimin, yoki u belgilagan qozi o'zi ahvol qarab ish tutadi. Huwa sahih. Hani bu mazhabda to'g'ri qarash shu. Bu zohir rivoyat shu. Zohir rivoyat shu. İmam Abu Yusuf rahmetullah aleyh, Abu Yusuf rahmetullah aleyh'den kelgan bir rivayette, bu zahir rivayet emas, shuna bir rivayette 50 kishi bo'lishi kerak. Çünkü qasam meselesi var o. Bir mahallede bir o'lik tepilib qolsa, qotilni topolmay qolsa, shu mahalning 50 kishini qasam qilishadi. Ko'ngilda qotilni bilmaymiz, mutamada bunda qasam qilsa, unda aniqlashadi o. 50 kishi bo'lishi lozim degan. Xalaf ibn Ayyub, biz Xalaf ibn Ayyubning tarjimonini bayon qilib o'tgan ders. Balx ulamolardan, mashayix Balx. Xalaf ibn Ayyub, İmam Muhammad va Abu Yusufning shogirdi. Bu Balx shahrida 500 kishi guvohlik qilsa az hisoblanadi dedi. Shu shahrda 500 kishi nufusi qo'ygan bo'lsa, 500 kishi bunda 1000, 2000 odam ko'rsa, hisob qilmaymiz degan. İmam Muhammad imomning xalifatul muslimin yoki uningki o'rinda xizmat qilgan qozininki mo'ljallashiga bog'lab. Shuna qarab Ramazon kirga o'xshaydi desa, Ramazon kirdi hisoblaydi. Azliqni imom o'zi belgilaydi demakchi. Lekin bu to'g'risi
Bu yerda bir xil tavatur bo'lishi lozim. Hanifiy mazhabda bir xil tavatur. Yani hamma yerdan, hamma mahaldan, hamma jumdan kishilar va biz ko'rdikki top unda kelsa, ay kiribdi deb, ondan ko'ngil xotirjam bo'ldi demak. Hozir Saudiya Arabistonida shu ikkalan ay ko'rdik deb qozixonaga borib, duolikni o'tsa, yangi ay kirganligi isbotlanadi. Şuna ve sahih deb qo'yilgan zohir rivoyat shu imomninki mo'ljallashiga bog'liq san shaklinisi. Ve hada li'anna al-matali'a muttahida. Nima uchun desa, shu bir shayga nisbatan ilib aytsak, shu shayga nisbatan kun oy chiqadigan o'rinlar bir bo'ldi. Bir shayning xalqi nisbatan ba'zi rivoyatda ba'zi ma'no ko'rmaydi. Vel mevani'u murtafi'atun. Ya to'salg'i yo'q, chang to'zam yoki bulut nas yo'q. Vel absaru sahihatun. Ko'zlarni hamma shu ko'rdik deganlarning ko'zi sog'lom. Vel himamu fi talab ar-ru'yati mutaqariba. Oyni kurashga nisbatan hammalarning himmati o'xshash. Şu oyni kurashga chiqaylik, ko'raylik deb intilgan ahvol bor edi. Belki de şu çağlarda şunda boğutti. Hazır mesela bizim Müslümanlardan neçeden çıkıp şu çağda ay karıp bakılda çıkıldı yok derlik. فلا يجوز أن يختص بالرؤية البعض القليل. Bundan ki bir şadan 1 milyon mesela. Aslında adam durup hem adam göz kıralıydıgan bir ay karalıydıgan bir intiliş batırıp o'xshash o'chib turib ava uning uchun ikki odamdan ko'ra boshqadan ko'rmaydigan davlat qolsa bu guvohlikni zidilaydigan bir ya'ni gumon qo'zg'aydigan bir ish. Shuni buni ishlanmay qilmas. Az bir qism kishilar ham biz ko'rdik deb qolsa ko'rgan bo'lishini atayin. Nima uchun desa, nurg'un odam bo'lib, buning ichidan oshunda bir necha yillar chiqib, biz bunda qilganda g'alati bir ahvolni ifodalsa, bu aniq xato ish qilayotganligi ma'lum bo'ladi dedim. Mesela xuddi hadis rivoyatida shuzuz degan bir narsa. Bunda bir shayxdan mesela İmam Malik desek, İmam Malik'ninki şagirdleri 40-50 şagird var, yoki 100 şagird var. Bunun içinden İmam Muhammed Nur'un şagirdlerinden bir xil rivoyat qildi. Ana Yahya al-Laythi 50 ravi o'xshamaydigan boshqa bir gapni qilib chiqdi. Masalan, misol olsak, tashahhudda barmoqni meditatsiya qilish. Masalan, mushuni misol olsak, bir shayxning rivoyatidan ravida rafa va nasaba degandek iboralar var. Bireyler yuharrikuha deb rivoyat. Yani bu rivoyat nima bo'ldi? Shaz rivoyat. Bu rivoyat qilgan kishi boshqa ravilardan sevishtirsa, boshqa 20 ravi var. 20 ravinin ichida 5i buningdan avsaq tushunlik. 5-6'sı bununla tam. Yani 7-8'i bunun to'g'ri turadigan bunday. Muxalafa bo'lgandan o'zining shayinlik va o'zining tan darajasiga ravilar xilaf. Yolg'iz bunda bir narsa rivoyat qilgandan bu rivoyat shazidir. Uni qabul qilmaymiz deyish mumkin. Buni rivoyatimizda. Bundan mushum hozir nimaga o'xshab qoldi? Ay rivoyat shazlik. Bu shaz 100 milyon odam bo'lsa, mush ikkilandan boshqalar ko'mdimi? Siz kimlar ko'rdingmi? Ikkilan o'ynab. Şu anda yani bir mazhabni mush masalada boshqa mazhabning mansubları ayblishi mumkin. Kishining shahodat bilan qabul qilinadigan nima bo'lsa shariatda islom unmayslar burada. Lekin hamda mush rivoyat ishiga qiyos qilsak, ha tarafdan to'g'ri chiqadi. Çünkü bu kıyas nas bulunmayan ahvalda şer'i delilme delilemesi delil. Bundan dünyada şer'i delil dayandı, kıyas dayandı değil tanıdığımız. Yani kıyasın şerti, erkekleri tulup boğan çağda şatak yok değil. قال وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يكفي شهادة الاثنين. İmam Ebu Hanife'den gayri zahir rivayette El-Hasan ibn Ziyad şuna bir rivayet kıldı. Yani bu şu hava uçuk çağda Ramazan'ın hilalini ispatlaşta kişinin guvalığı bolsun mu yeterlik der.
Yoki ikki kishi deganimiz rajulan yoki rajulun va imra'atan. Kama fi sairil huquq. Boshqa har qanday haq muomala, huququl ibodni isbotlashda ikki erning yoki bir er ikki ayolningki guvohlik hisobda mushonning shunda va jumhurning qarashimi. Hozir Hanifi mazhabda jumhurning qarashimi bor, Hanifi mazhabning qarashimi bor. Yani jumhurning qarashimi hozir imomdan bir rivoyatdan keldi. وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَارِجِ الْمَصْرِ. Yani bir kishi shu shahardagi ahadin emas, shaharning sirtidan kelib qoldi. Va shahida bihi tuqbal. Shaharning sirtidan kelgan kishi men oyni ko'rdim desa qabul qilinmas. Shaharlikda mesela 50 bo'lib qolsa qabul qilmas mumkin. Sirtdan kelgan biraylar bo'lsa qabul qilinmas. Nima uchun? Çünkü o şehrin sırtında, sahroda, saylıqda yürüp ko'rgan bo'lishi mumkin. Shahar aholisi hozir mashinaning shu istakları, voqina, asham münasib bu havo bulg'unish, muhit bulg'unish egri bo'lgan ekan, yal ko'maskin. Masalan, Qohirada qarasanglar, chiroqning yoki havoning bulg'unish sababidan yulduzlar ko'rinmaydi. Lekin Qohira sirtida yulduzlarni ko'rdim. Shaharning sirtidan kelsa, bunun guvohlik qabul qilindi. Albatta bu kishi adil bo'lsa, shenzik bo'lsa, rasul bo'lsa. Chunki shu cho'l bayovallarda, sayliqlarda ko'rishni aniq bo'ladi. Lekin shaharda unda emas. Undan keyin u shahardagi odam bilan o'xshash qaramaymiz, sirtdan kelgan odam. Yani shundaqla, idza kana ala makanin murtafi'in fil baladi kal manarati va nahwiha. Shundaqla shu yurtda muna yoki shunga o'xshash igiz bilan hozir igiz binolar bor. Natahat as-sahab deymiz. 200 qavatlik, 300 qavatlik binolar bo'lib qolsa, shuni ustidalab o'chib kiralishi mumkin. Pastkilar kirilmaydi. Shunga bu igiz bo'lg'achqa bu suzuk o'chib kiralaydi deb buning so'zni qabul qilinmas deydi. Bunun ustiga shaharning sirtidan kelgan kishiga nisbatan bir hadisda Shahadatul Arabiy mesela hadis bor. Yani bir kishining so'zini qabul qilgan. Shunda لأن الرؤية تختلف باختلاف صفاء الهواء وكدورته. Çünkü havanın süzük yoki tutuq bo'lishi qarab kurash darajasi o'xshash bo'lmaydi. Va bi ixtilof irtifa' al-makan va hubutihi. Yani şu tuğan joyning egiz yoki pastga qarabmi kurash o'xshash bo'lmaydi. Lima taqaddama min hadithil a'rabi. Arabning hadisida çöl bayovalini kesib kelgan Arabiyning yolg'iz guvohlikni qabul qilgan deydi. Mana Ramazon oyini uch qava bo'lgan kunlarda isbotlash masalasi. Ana Shavvol oyi-chi, Shavvol oyini uch qava bo'lgan kunlarda isbotlashmi? Mushu Ramazonning oyini isbotlash o'xshash, anda mutawatir darajada bo'lishi lozim. مشايخ بوسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك